geometrik progressiya. Demak, geometrik progressiya bu o'sha sonlar qatori bo'lib, mana masalan 1, 3, 9, 27, 81 va hokazo. Ahamiyat bersangiz, demak, sonlar qatorining xususiyati shundan iboratki, har bir keyingi son o'zidan oldingi sondan 3 marta katta. 3 ga ko'paytirilishi natijasida navbatdagi xat yoki navbatdagi son hosil bo'lyapti. Masalan, keyingisini topishimiz uchun 3 ga ko'paytiramiz, bu 243 ga teng bo'ladi. Bu yerda o'sha geometrik progressiya, demak, har bitta keyingi xat oldingi xatdan bir xil son marta farq qiladi. Va bu bunday qator, demak, geometrik progressiya deb ataladi. Yoki masalan, mana 20, 10, 5, 2,5, 1,25 va hokazo. Bu holatda ahamiyat bersangiz, mana 2 dan 1 ga ko'paytirilyapti. Har bitta keyingi xatni aniqlash uchun oldingi xat 2 dan 1 bilan ko'paytmasi navbatdagi xatni hosil qilinyapti. Geometrik progressiyadagi o'sha q soni mana masalan birinchi progressiyada 3 ga teng, ikkinchisida esa q 2 dan 1 ga teng. Geometrik progressiya mahraji deyiladi. Mana geometrik progressiya demak, o'sha birinchi geometrik progressiyada mahraji 3 ga teng, ikkinchisida esa 2 dan 1 ga tengligini ko'rib turibmiz. Demak, bu q harfi bilan belgilanadi. Geometrik progressiya mahraji hisoblanadi. Geometrik progressiya mahraji. Endi geometrik progressiyani mahrajiga ko'ra, demak, turlari mavjud. Masalan, mana yuqorida keltirgan mana birinchi qatorimiz, ya'ni birinchi geometrik progressiyamiz bu o'suvchi geometrik progressiya hisoblanadi. Geometrik progressiya. Bu yerda q sonimiz, demak, birdan katta bo'lganligi sababli u o'suvchi geometrik progressiyaga misol bo'la oladi. Ikkinchi mana geometrik progressiyamiz bu kamayuvchi geometrik progressiya. Bu yerda demak q 1 va 0 orasida bo'lganligi sababli. Bu o'rinda aytib o'tish kerak, albatta, bu ikkita holda ham B1 bu musbat xat hisoblanadi. Agar B1 dastlabki xat manfiy sondan boshlanadigan bo'lsa, o'z-o'zidan demak bular o'rin almashishadi. Ya'ni mana misol tariqasida aytadigan bo'lsak, demak eslatma deb eslatma. Mana masalan -4, -8, -16, -32 va hokazo. Ya'ni B1 birinchi xat manfiy bo'lgan holatda mana masalan ko'rib turamizki, q 2 ga teng. Q 1 dan katta, lekin progressiyamiz, geometrik progressiyamiz kamayuvchi bo'lyapti, mana kamayuvchi. Shuning uchun ham o'sha B1 ni musbat manfiyligiga juda ham bog'liq. Ko'p holatlarda, 90-95% holatlarda, demak masalalarda B1 ga izoh bermasdan o'suvchi progressiya yoki kamayuvchi geometrik progressiya degan so'zlar ishlatilganda, tabiiy ravishda B1 ni o'sha musbat deb olib ketish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Yoki mana masalan ikkinchisiga minus, masalan mana 10, -5, -2,5 va hokazo. Mana bu yerda ham B1 mana manfiy, q demak mana 2 dan 1, lekin bu yerda o'suvchi progressiyamiz. Shu boisdan demak o'sha eslatmaga ahamiyat berish zarur. Yuqoridagi ikkita tushuncha bu B1 birinchi xat musbat holatlar uchun aytilgan. Uchinchi turdagi demak geometrik progressiyalar bu ishorasi almashinuvchi geometrik progressiyalar hisoblanadi. Bunga masalan mana 3, -6, 12, -24, 48 va hokazo. Bu yerda q -2 ga teng, ya'ni mahraji geometrik progressiyani manfiy son bo'lgan bo'lsa, bunday progressiyalar demak ishorasi almashinuvchi progressiyalar hisoblanadi. Ishorasi almashinuvchi. Endi bevosita geometrik progressiyaning
formulalarga murojaat qiladigan bo'lsak, demak mana ikkinchi hadni aniqlash uchun birinchi hadga qni ko'paytirish kerak. Uchinchi hadni aniqlash uchun birinchi hadga demak q kvadrat va hokazo. Shu tariqasida b n'inchi hadini topish uchun mana b1 ni ko'paytiramiz. Demak q darajasida mana n minus 1 ga. Ya'ni mana bn ni progressiyadagi n'inchi hadni b1 va geometrik progressiyaning mahraji q orqali aniqlash formulasi hisoblanadi. Ko'pincha bu hadlar haqidagi masalalarda ushbu formula deyarli doimo ishlatiladi. Masalan, qisqa ko'rinishdagi biror masalani aytadigan bo'lsak, agar geometrik progressiyada b4 minus b2 24 ga, b3 plus b2 ya'ni 4-had ikkinchi haddan 24 ta ko'p, ikkinchi va uchinchi hadlar yig'indisi 6 bo'ladigan bo'lsa, mana misol uchun mana birinchi hadni toping degan turkumdagi masalalar bo'lsa, ushbu tipdagi masalalarda albatta barcha hadlar B1 va Q orqali ifodalanishi lozim. B1 va Q. Masalan, B4 bu B1 ko'paytirilgan Q kub, B2 B1 ko'paytirilgan Q mana teng 24 ga teng. B3 bu mana B1 ko'paytirilgan Q kvadrat plus bu B2 mana B1 ko'paytirilgan Q mana barobar demak 6 mana. Sistema ko'rinishiga keltiriladi. Imkon qadar ushbu turkumdagi masalalarni yechganda ko'paytuvchilarga ajratish kerak. B1 qni mana qavsdan tashqariga chiqaramiz. Q kvadrat minus 1 u ifodani ham quyidagicha ko'paytuvchiga ajratish mumkin. Ikkinchi tenglikdan B1 qni qavsdan chiqarsak mana B1 q ko'paytirilgan Q plus 1 mana. Buni bir-biriga bo'lish natijasida eslatib o'tamiz, o'sha hadlar haqidagi masalalar berilganda geometrik progressiyani ushbu turkumdagi sistemalar paydo bo'lganda juda ko'p holatlarda o'sha bo'lish amalidan ko'p foydalaniladi. Natijada mana q minus 1 barobar mana 4. Qni topsak, demak mana 5 ga tengligi kelib chiqadi. Ikkinchi tenglikka yoki birinchi tenglikka buni demak farqi yo'q. Qni o'rniga 5 ni olib borib qo'yishimiz, demak B1 ni 0.2 ga teng ekanligidan demak dalolat beradi. Ya'ni 0. B1 ning qiymati demak 0.2. B1 va Q topilgandan keyin balki masala shartida qandaydir bir boshqa hadni topish buyurilgan bo'lsa ham, demak bemalol uni demak hisoblash mumkin. Geometrik progressiyaning demak mana xossalari aytadigan bo'lsak, xossalari arifmetik progressiyani xossalariga o'xshaydi, lekin arifmetik progressiyada yig'indidan iborat bo'lsa, demak geometrik progressiyada ko'paytmadan iborat bo'ladi. Ya'ni m'inchi va n'inchi hadlar ko'paytmasi demak k'inchi va l'inchi hadlar ko'paytmasiga teng bo'ladi. Agar m va k indekslarining yig'indisi k va l indekslar yig'indisiga teng bo'lsa. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tish joiz. B'lar soni, ya'ni hadlar soni chap tomonda ham, o'ng tomonda ham ikkita bo'lishi ham juda muhim hisoblanadi. Mana misol uchun bunga misol tariqasida mana 7 va 19 hadlarning ko'paytmasi 15 va 11 hadlar ko'paytmasiga teng. Bu yerda mana 7 va 19 ning yig'indisi 26 ga teng, 15 va 11 hadlar yig'indisi ham demak 26 ga teng. Lekin bu o'rinda aytib o'tish kerak, bu teng emas B 26 ga. Sabab yuqoriga aytganimizdek, demak B'lar, ya'ni hadlar soni ham aynan bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni hadlar soni bu yerda ikkita, ikkinchi ifodada ham ikkita, uchinchi ifodada esa bitta. Uni misol uchun indekslar yig'indisi 26 ga teng bo'lishi mumkin, lekin B'lar sonini bir xil emasligi ham bu tenglikning o'sha noto'g'ri bo'lishini bildiradi. Shu boisdan demak B'lar sonini ham tengligini inobatga olish kerak. Bundan tashqari masalan mana B7 ko'paytirilgan B19 ni bu barobar mana B13 ko'paytirilgan B13, ya'ni B13 ning kvadrati deb ham yozish mumkin. Sabab bu yerda B'lar soni, ya'ni hadlar soni ham ikkita, yig'indisi ham 26 demak 13 26 ni bergani bois demak ushbu ko'paytma B13 ning kvadratiga teng deb ham demak yozish mumkin. Aslida bu xossalar demak o'sha aynan yuqorida keltirgan n'inchi hadni topish formulasidan kelib chiqqan xulosalar hisoblanadi. Shu boisdan ushbu tenglikdan foydalanganda ba'zida bu tenglik xayolga kelmasligi mumkin yoki bu tenglikni ishlatishni o'rniga o'sha n'inchi hadni topish formulasidan foydalansa ham ayrim holatlarda o'sha maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana misol uchun masala ko'radigan bo'lsak, mana 3-11-had hamda mana aytaylik 13 hadni ko'paytmasi
64 ga teng bo'lsa, mana masalan B 9-hadni aniqlaylik. Ushbu misolda B3, 11, 13-hadlarni B1 va Q orqali ifodalash maqsadga muvofiq. Mana B1 ko'paygan Q kvadrat, B1 ko'paygan Q'ni 10-darajasi, B1 ko'paytirilgan Q'ni 12-darajasi 64 ga teng. Bularni mana soddalashtirsak, B1 ni kubi Q ko'paytirilgan mana 24-daraja 64. Bu yerda B1 ko'paytirilgan Q 8-sini demak kubi barobar mana 64 ga teng. Kub ildizni bemalol chiqaradigan bo'lsak, bu yerda B1 ko'paygan Q'ni 8-si mana 4 ga teng bo'ladi. B1 ko'paygan Q 8-si bizga ma'lumki o'sha 9-hadni bergani bois, demak 9-had demak 4 ga teng ekanligini osongina aniqlash mumkin. Bunda yuqoridagi o'sha xossalardan ham foydalanish mumkin. Ya'ni xossadan foydalanganda biz yuqorida faqatgina ikkita haddan iborat hadlar ko'paytmasi haqida suhbatlashgandik. Aslida hadlar soni 3 ta yoki 4 ta haddan iborat ko'paytmani ham yuqoridagidek soddaroq ifodalar bilan almashtirishimiz mumkin. Ya'ni bu qanday kechadi? Ushbu ifodadagi indekslar yig'indisiga ahamiyat beraylik. Mana indekslar yig'indisi 27 ga teng. 27 ga teng. Bunda demak 3 ta haddan iborat 3-had, 11-had hamda 13-had. Demak biz 27 ni agar 3 ga bo'lingani sabab 3 ga bo'lsa agar 9 ga teng bo'ladi. Buni mana B9 ko'paytirilgan mana B9 ko'paytirilgan mana B9 tarzda ham yozishimiz mumkin. Yuqorida aytganimizdek demak hadlar soni ham teng bo'lishi kerak. Indekslar yig'indisi ham aynan bir xil bo'lishi kerak. Shu boisdan bu demak B9 ni kubiga tengligini osongina demak payqash mumkin. Va ushbu 64 ga tengligidan demak B9 ni 4 ga tengligini yuqoridagi xossadan ham foydalanish mumkin. Demak, yuqoridagi xossani umumlashgan holatda aytishimiz mumkin. Demak, bir nechta hadlar ko'paytmasi o'ng va chap tomonda o'zaro teng bo'ladi agar chap tomondagi hadlarning indekslar yig'indisi o'ng tomondagi hadlar indekslar yig'indisiga teng bo'lsa va hadlar soni o'zaro teng bo'lsa, ushbu tenglik demak doim o'rinli. Demak, oxirdagi o'sha xossadan foydalanib aytish mumkinki, demak mana ketma-ket kelgan mana bn-1, bn va bn+1 birinchi hadlar uchun bu yerda bn ning kvadrati bn-1 ko'paytirilgan mana bn+1 formula demak o'rinli bo'lishligi kelib chiqadi. Yoki buni masalan oddiygina ham ko'rsatish mumkin bu tenglikni. Chunki mana bn ni bn-1 ga bo'lganda quvga tengligi bizga ayon. Xuddi shunday bn+1 ni demak mana bn ga bo'lganda ham demak quvga tengligi ayon. Bu ikkala tenglikni mana tenglashtiramiz. Shu tariqasida demak mana yuqoridagi o'sha formulaning kelib chiqqanligini ko'rish qiyin emas. Bu bizga yana ushbu tenglik yana qanday holatlarda demak qo'l kelishi mumkin? Ayrim masalalarda mana A, B, C sonlari geometrik progressiyani tashkil qiladi. Geometrik progressiyani demak tashkil qiladi. Demak, geometrik progressiyani tashkil qiladi degan demak izoh ishlatilgan paytda tabiiy ravishda demak b kvadrat barobar a ko'paygan c degan tenglikni olib yozishimizga demak imkon beradi. Masalan, bunga oid savollarda aytaylik, mana x minus 1 x plus 7 hamda 3x plus 3. Ushbu sonlar x ning qanday qiymatlarida geometrik progressiyani tashkil qiladi. Progressiyani tashkil qiladi. Ko'rinib turibdiki, demak 3 ta had deydigan bo'lsak, demak o'rta hadning kvadrati yuqoridagi xossamizga ko'ra chetki hadlar demak ko'paytmasiga teng. Bu yerda mana qavslarni ochadigan bo'lsak, mana x plus 7 teng 3x kvadrat minus 3 ga teng bo'ladi. Ushbu ifoda tenglikni chap tomonda yig'adigan bo'lsak, mana va buni diskriminant orqali topamiz. Mana 120 121 11 ning kvadrati birinchi ikkinchi ildizlarni topsak taqsim 6.
yig'indi bo'lsa mana 2, ayirma bo'lsa mana minus 5 taqsim 3 ifoda hosil bo'ladi. O'z-o'zidan demak bu yerda aniqlanish sohasi bu yerda mana x plus 7 ning musbat nomanfiy bo'lishligi yetarli. Ikkala ildiz ham, ikkala x ning qiymatlari ham ushbu shartni bajaradi. Demak x ning aynan 2 yoki x ning o'sha minus 5 taqsim 3 qiymatlarida ushbu uchta son geometrik progressiyani tashkil qiladi degan tarzda javob berish mumkin. Geometrik progressiyaning demak o'sha n ta hadini formulasi, mana dastlabki n ta hadini formulasi mana b1, b2, b3 va hokazo, demak mana bn. N ta hadini formulasi mana b1 ko'paygan 1 minus q ning n'inchisi taqsim 1 minus q formula bilan aniqlanadi. Ko'p holatlarda o'sha mana sn deb belgilanadi. O'sha dastlabki n ta hadini yig'indisi. Ba'zan buni o'sha minus 1 ga surat va mahraj ko'paytirilish evaziga ushbu ko'rinishda ham tasvirlash mumkin. Bu yerda n ta hadini formulasiga oid masalalarda ayrim holatlarda o'sha dastlab n'inchi hadini formulalari, geometrik progressiyaning xossalaridan foydalanib b1 va qlar aniqlanib, undan keyingi jarayonda o'sha n ta hadini topish amalga oshiriladi. Mana masalan aytaylik, geometrik progressiya progressiyaning dastlabki 3 ta hadi yig'indisi, dastlabki 3 ta hadini yig'indisi degani 112, navbatdagi 3 ta hadi yoki mana 4-chi, 5-chi, 6-chi hadlar yig'indisi 14 ga teng. Berilgan progressiyaning dastlabki 20 ta hadini yig'indisini toping. 20 ta hadi yig'indisini toping. Ushbu masalalarda birdaniga o'sha n ta hadining formulasidan foydalanib ketish maqsadga muvofiq emas, uni imkoniyati ham yo'q, chunki bizda b1, q ning qiymatlari mavjud emas. Shu bois, demak, n'inchi hadini formulasiga ko'ra ularni aniqlaymiz. Dastlab 3 ta hadini yig'indisi deganda mana b1, b1q va b1q kvadrat, birinchi, ikkinchi, uchinchi hadlar yig'indisi mana 112 ekanligi. 4-chi, 5-chi, 6-chi hadlarni esa 4-chi had mana b1 ko'paygan q kub, b1 ko'paygan q ning 4-chi bu 5-chi had, bu b1 ko'paygan q ning 5-chisi demak mana 6-chi had. 14 ga tengligini yozamiz va yuqorida aytgan o'sha tavsiyamizga ko'ra ularni o'sha ko'paytirishlarga ajratamiz. Ya'ni umumiy ko'paytirishni umumiy ko'paytirish tariqasida tashqariga, qog'ozdan tashqariga chiqarilish maqsadiga muvofiq. Albatta mana 14. Natijada ikki tenglikni bir-biriga bo'ladigan bo'lsak, mana 1 taqsim q kub barobar 8, q barobar 2 dan 1 ekanligi kelib chiqadi. Buni 2 dan 1 ni demak mana birinchi tenglikka olib borib qo'ysak, mana 1, 2 dan 1 va 1 taqsim 4 yig'indi 112 ni beradi. B1 ko'paygan 4 dan 7 bu 112 ga teng bo'lsa, mana B1 ni topadigan bo'lsak, mana 64 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Endi mana S20 ni aniqlash uchun dastlab 20 ta hadini topish uchun B1 1 minus q ning 20-chisi 1 minus q. Bu barobar B1 64 ga teng, 1 minus bu 2 dan 1 ning mana 20-chisi 1 minus 1 taqsim 2. Natijada soddalashtirish natijasida 128 ko'paytirilgan 1 minus 1 ning 2 darajasi 20-chisi. Yoki mana buni yana boshqacharoq ko'rinishda yozish mumkin. 2 ning 20-chisi minus 1 taqsim 2 ning 13-chisi deb ham izohlash. Sabab bu yerda 128 2 ning 7-chisiga teng bo'lganligi bois umumiy mahraj berganda 7 va 20 ni qisqartirib ushbu ko'rinishda yozdik. O'quvchilarda mana shunday bir xususiyatni menimcha shakllantirsa yomon bo'lmaydi, chunki har bitta javobni ayrim holatlarda turli xil ko'rinishlarda tasvirlash o'sha muhim ahamiyat kasb etadi. Yoki mana shu javobni 2 ning 7-chisi minus 2 darajasi minus 13-darajada deb ham demak yozish mumkin. Demak, geometrik progressiyaning hadlar yig'indisi, geometrik progressiya haqida gap ketganda ko'p hollarda mana birinchi, ikkinchi, uchinchi va hokazo keling mana 2n ta, ya'ni hadlar soni juft 2n ta
haddan iborat geometrik progressiyani bir tahlil qilaylik. Agarda ushbu progressiyaning nomerda turgan hadlari ajratib olinsa, ya'ni 1, 3, 5, 7, 9 va hokazo, demak tabiiy ravishda o'sha oxirgisi 2n minus 1 toq nomerli hadlari ajratib olinsa, bular enta haddan iborat yangi geometrik progressiyani hosil qiladi. Buni demak mana mahraji albatta qga teng bo'lmaydi, albatta mahraji demak q kvadratga teng bo'ladi. Sabab 3-hadni mana 1-hadga bo'laylik, q kvadrat ekanligi ko'rinib turibdi. Yoki 7-hadni 5-hadga bo'ling, q kvadrat ekanligi demak ko'rinib turibdi. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tish kerakki, demak 1-3 va umuman asl yuqorida o'sha yozilgan barcha hadlarning yig'indisini shu formula orqali mana b1 ko'paygan 1 minus q ning n'inchisi, ya'ni q kvadrat bu yerda endi hadlar soni n ta taqsim 1 minus q kvadrat tariqasida ham yozish mumkin. Bu yerda mana b1 1 minus q ning 2 n'inchisi taqsim mana 1 minus q kvadrat. Agarda juft hadlarni alohida yozsak, mana b2, b4, b6 va hokazo b2n bo'ladi albatta juft nomerdagi hadlar. Bunda ham enta haddan iborat yangi geometrik progressiya, buni beradi bu. Buni ham demak mahraji q kvadratga teng. Masalan, buni b4ni 4-ni 2-hadga bo'lsak, demak q kvadrat ekanligi osongina kelib chiqadi. Buni ham demak mana juft nomerli hadlarning yig'indisini quyidagi formula bilan topish mumkin. b1 endi birinchi had b2 bo'lgani sabab b2 yozamiz. 1 minus q kvadratni n had bo'lgani uchun n'inchisi 1 minus q kvadrat. Bu yerda mana b2 ning o'rniga mana b1 ko'paygan q ni qo'yishimiz maqsadga muvofiq albatta mana. Mana bu tarzdagi o'sha formulalar kelib chiqadi. Yana bitta geometrik progressiyalarning turi mavjud. Ular demak cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya. Demak, cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya bo'lishi uchun demak ikkita shart bajarilishi lozim. Bu yerda birinchi shart demak hadlar soni cheksiz bo'lishi kerak. Ikkinchi shart modul q, ya'ni geometrik progressiyaning mahraji modul jihatdan demak birdan kichik bo'lishi kerak. Yoki aniqroq aytadigan bo'lsak, mana demak q minus 1 0, minus 1 dan 0 gacha yoki 0 dan 1 gacha. Sabab q ning 0 ga teng emasligini izohlab ketish lozim. Demak, hech qachon geometrik progressiya mahraji 0 ga teng bo'la olmaydi. Demak, q aynan mana shu shartlarni bajarish kerak. Yoki mana modul jihatdan q 1 dan kichik, q teng emas 0 deb ham qo'shib qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Ushbu ikkita shart bajarilgan holatlarda geometrik progressiya demak cheksiz geometrik progressiyadan iborat bo'lib, undagi demak mana hadlar soni albatta u yerda sn indeksga n yozilmaydi. Sabab hadlar soni cheksiz bo'lganligi sababli uning demak yig'indisi b1 taqsim 1 minus q demak formula orqali aniqlanadi. Bunga mana misol tariqasida aytish mumkinki, mana 1 2 dan 1 qo'shilgan 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 8 va hokazo. Mana ko'rinib turibdi, ana ushbu geometrik progressiyada birinchi hadi b1 ga teng, b1 1 ga teng. Demak, q ya'ni mahraj 2 dan 1 ga teng va 3 ta nuqta qo'yilganligi bois bu yerda hadlarning cheksiz ekanligidan dalolat beradi. b1 taqsim 1 minus q formulaga ko'ra ushbu qiymatning 2 ga teng ekanligini osongina aniqlash mumkin. Navbatdagi masalani ko'radigan bo'lsak, cheksiz geometrik progressiyaning yig'indisi, demak, cheksiz geometrik progressiya
reaksiyaning yig'indisi 56 ga teng. Hadlari kvadratlardan iborat sonlar yig'indisi 448 ga teng. Teng bo'lsa, demak, dastlabki progressiyaning mahrajini toping. Ushbu masalani demak yechimidan oldin e'tiboringizni bir xossaga qaratadigan bo'lsak, biror bir cheksiz kamayuvchi progressiyani oladigan bo'lsak, umuman o'sha progressiyani xohlagan bir progressiyani oladigan bo'lsak, B1, B3, B4 va hokazo hadlari. Bu hadlarni kvadratlarga oshirsak, mana B2 kvadrat, B3 kvadrat, B4 kvadrat va hokazo. Bu yerda mahraj q bo'ladigan bo'lsa, tabiiy ravishda yangi sonlar hosil bo'lgan qator, yangi sonlardan iborat qator ham yana geometrik progressiyani tashkil qiladi va u yerda demak q mahraj o'rnida q kvadrat bo'lganligini demak payqash qiyin emas. Xuddi shunday demak cheksiz kamayuvchi progressiyani hadlarni kvadratga oshirish natijasida yangi cheksiz kamayuvchi progressiya hosil bo'ladi. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya hosil bo'ladi. Masalan, mana 1 taqsim 2, 1 taqsim 4, 1 taqsim 8, 1 taqsim 16 mana va hokazo. Bularni demak mana kvadratga oshirib yozadigan bo'lsak, mana ahamiyat bering. 1 taqsim 4, 1 taqsim 16, 1 taqsim 64, 1 taqsim 256. Bu yerda mana q 2 dan 1 ga teng edi. Bu yerda tabiiy ravishda q bor esa 1 taqsim 4 ekanligini ko'rib turibmiz. Dastlabki cheksiz kamayuvchi progressiya bo'ladigan bo'lsa, hosil bo'lgan progressiya ham cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyadan iborat bo'ladi. Shu tariqasida demak berilgan masalamizda demak cheksiz kamayuvchi progressiyaning yig'indisi 56 bo'ladigan bo'lsa, mana B1 taqsim 1 minus q demak 56 ga teng. Hadlari kvadratlardan iborat, ya'ni berilgan progressiyani hadlari kvadratlardan iborat sonlar yig'indisi. U yerda demak birinchi had tabiiyki B1 ni kvadratiga aylanadi. B1 o'rnida B1 kvadrat paydo bo'ladi. Q esa q kvadratga o'zgargan. Mana 448 ga teng. Mana natijada ushbu tenglamlar sistemasini yechish talab qilinyapti. Bunday holatlarda ham demak o'sha birinchi ifodadan mana B1 ni topamiz hamda ifodani B1 ni o'rniga demak o'sha topgan ifodamizni qo'yamiz. Mana B1 ni kvadrati 56 ni kvadrati 1 minus q ning kvadrati mahrajda demak ularni soddalashtirsak, ko'paytirishga ajratsak 448. B1 1 minus q larni qisqartiramiz. 56 bilan 448 ni qisqartirsak demak o'sha 8 chiqishligi ma'lum bo'ladi. 56 bilan 8 ni qisqartiramiz, natijada 7 qoladi. Bundan kelib chiqadiki, mana 7 ko'paytirilgan mana 1 minus q barobar 1 plus q. 8 q barobar demak 6, q barobar mana 3 taqsim 4, ya'ni 0.75 ekanligini aniqlash mumkin. Demak biz demak o'sha berilgan masalaning oxirigacha yechimini aniqladik va o'sha mahrajning 0.75 ekanligiga amin bo'ldik.